qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diktorlarga sunamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumatı, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining Amerika Tashqi ishlar ministrligi bilan munosabatlashishi natijasida Amerika Davlat Majlisiga ochiq maktub yo'llanmoqchi. Buning tafsiloti uchun Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandining chaqirig'iga quloq solaylik. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarniki mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun bir jiddiy masala bilan ekranning oldida bo'lib qoldim. Teamimizniki yuqorida ko'rganinglardek Sharq Turkiston uchun jiddiy ochiq xat imzolash harakati. Hammanglarga ma'lum bo'lganidek, qarindoshlar, biz 2018-yildan tortib Sharq Turkistonni besilib olgan bir davlat deb e'tirof qildiramiz. E'tirof qildirish uchun harakat qilamiz. Sharq Turkiston davlat masalasini xalqaro tuntimiz deb harakat qilib keldik. Va bu faoliyatlarimiz davom qilyotdi. Va biz Amerika parlamentida va boshqa yerlar bilan kurashganimizda bu daim bizden so'rayotgan savollardan birisi, sizlardan boshqa qaysi tashkilotlar, ya'ni qaysi Sharq Turkistonlik yoki Uyg'ur tashkilotlar bu talab sizlar bilan o'xshash talabni qilyotdi, boshqa sizlarning talabini qo'llaydigan boshqa tashkilotlar bormi deb. Shuningga biz Amerikalik biz bilan yordamlashayotgan, yanimizda turib ishlarimizni menga yardım qilishayotgan Amerikalik do'stlarimiz bu teklifni berdi. Shu Amerika parlamentiga ochiq xat yozib, Sharq Turkiston tashkilotlaridan, Sharq Turkiston va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlari nomidan. Shuningga biz bu imzo harakatini qilishni to'g'ri ko'rdik va bu xatni shu bizga kelgan savollardan, ya'ni Amerika parlamenti a'zolaridan qo'yilgan savollarga javobni ichida oladigan va umumiy xalqimizning talabini, irodasini bildiradigan bir ochiq xatni sunishga qaror keldik va bu ochiq xatni Google Formda, Google'ninki jadvalida tuzib chiqdik va buningki hammanglar shu tegida ulanish bor, shuni ko'rsanglar, ko'ralaysizlar. Bu xatninki Uyg'urchasi, inglizchasi va O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizga shu sirilikcha Uyg'urchasi bor. Shuning bilan biz bu oldi bilan bu xatni bir Uyg'urchasini bir o'qib beray hammanglarga. Buni barliq dunyoning har qaysi joylaridagi o'zini Sharq Turkiston uchun, Uyg'urlar uchun xizmat qiladigan tashkilotlar bo'lsa, bu chaqiriqimizni qo'llashinglarni va bu imzoga, bu ochiq xatga imzo qilishinglarni talab qilamiz. Hamda xatninki mazmuniga kirsak, Amerika Davlat Majlisiga ochiq xat. Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni hal qilishga qarta jiddiy murojaat. Amerika Davlat Majlisining hurmatli a'zolari, Avam Palata raisi, Avam Palata Tashqi ishlar komitetining, Kengash Palata munosabatlar komitetining va Xitoy Kommunist partiyasi bo'yicha tanlanma komitetining hurmatli a'zolari. Biz, ya'ni dunyoning har qaysi joylaridagi yashayotgan muhojiratdagi Sharq Turkiston Uyg'ur tashkilotlarining ushbu murojaatnomaga qo'l qo'ygan vakillari, Xitoy Xalq Jumhuriyatining ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiyliklari haqida jiddiy iltimos qilmoqchimiz. Xitoylarning bu vahshiyliklarini nuqulda irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlar bo'lib qolmasdan, balki Amerikaning qonunlariga va manfaatlariga qilinayotgan bevosita va ko'p yoqilmalik xiristdir. Biz Amerika Davlat Majlisining vatanimiz Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarining haq-huquqlari va erkinligiga tavranmay sahib chiqilayotganligiga cho'nqir minnatdorligimizni bildiramiz.
Sizlarning yordaminglar Sharq Turkistonning echinishlik vaziyatda bo'lgan tunishni o'stirishda va Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda izchil elib berayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakati uchun javobgarlikka tortish tirishchanligimizda turtlik rol o'ynab keldi. 2018 sentabrda muhojiratdagi 100 mingdan ortiq Sharq Turkistonliklar Aqsaroyga murojaatnoma yo'llab, Amerika hukumatining Sharq Turkistonda izchil jonlanishayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblashga va 21-asrdagi Holokaustga o'xshash irqiy qirg'inchilikning oldini olishga chaqirdi. Murojaatnoma Xitoy amaldorlari qarta Yarshavri Magnitsky qonun bo'yicha jazo yurgizishni, ticari jaza yurgizishni, Sharq Turkistondagi vahshiyliklarni elib berishda qo'llangan genetik tartiblagichlarning nazorat texnikasining, qurol-yaraqlarning va boshqa buyumlarning eksport qilinishini cheklashni, BDT'ga besim tushirib, uning BDT'ning irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga amal qilishga besim qilishini va Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qilishini talab qilindi. Bugun qadar Amerika hukumati bizning nurg'un talablarimizni ado qilib keldi. Bular Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlar deb tunishi, Xitoy amaldorlari va ularning muassasalarini jazo yurgizishi va Sharq Turkistonliklarning majburiy va qul emgakka ishlab chiqargan tovarlarini cheklash qatorliq o'z ichiga oladi. Vaholanki bu irqiy qirg'inchilik 2024-yilda hali ham davomlashyapti. Milyonlagan Sharq Turkistonliklar jazo lagerlariga qamalishning dahshatlarini beshidan kechiryapti. Yana boshqa sanoqsiz Sharq Turkistonliklar Sharq Turkiston va Xitoy o'lkalaridagi lagerlar va zavodlarga majburiy emgakning bo'yin turqida ingrayapti. Lagerlarga xohlagancha va ko'ng ko'lamli qamalishdan sirt ziyolilarimiz, jamoat arboblarimiz va diniy sohalardagi alohida kishilarimiz alohida nishon qilindi va nurg'unlari jazo lagerda va turmalarda o'ldi. Lagerlar va turmalarda hukm surayotgan qiyin qistoq va inson qalbidan chiqqan rahimsiz sharoitlar albatta bu o'limning asosli sababidir. 1 millionga yaqin Sharq Turkistonlik bolalar Xitoy davlat tarafidan assimilyatsiya qilish tirishchanliklarining majburlash sababli oilasidan majburiy ayrilishning azobiga duchor bo'ldi. Xalqimizning kultural va diniy erkinliklari ularning mavjudligi bilan birga qo'rshav ostida qoldi va Xitoy davlati va Xitoy kompartiyasi tarafidan asta-asta va sistemlik tarzda vayron qilinyapti. Biz Amerika Davlat Majlisidan Amerika hukumatini bu haqda haqiqiy ma'noda harakat qo'llanishni xohlab ketmayotgan ijroiyat o'rniga besim tushirib, Sharq Turkistonda izchil davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning asosli sababini Sharq Turkistondagi Xitoy mustamlikasi va istilosini gavdlantirib va uni oxirlashtirishga haydakchilik qilishda ochiqchilik rol o'ynashini talab qilamiz. Uningdan boshqa aydınlaştırışga tegishli muhim yeri shuki, Sharq Turkistonliklarning Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkiston zaminidan sirt boshqa davlatlarga chetilgan boshqa zamin da'vosi yo'q. Biz Amerika Davlat Majlisidan yana tuvandagi talablarni qilamiz. Sharq Turkistonni besilib olgan davlat ekanligini e'tirof qilish, Amerikaningki tashqi o'z taqdirini o'z belgilash huquqini hurmat qilish siyosatiga asosan Xitoyning mustamlikachilik ishg'oliyatini qonunsizligini gavdlantirib, Sharq Turkistonga munosabatlik masalalarni qandoqdir Xitoyning atalmış ichki masalasi emas ekanligini ta'kidlaydigan, Sharq Turkistonni xuddi Tibetdek besilib olgan davlat deb e'tirof qiladigan qarorni o'tirib qo'yishinglarni va ma'qullashinglarni talab qilamiz. Uyg'ur siyosat qonunini Sharq Turkiston siyosat qonuniga ko'tirish, qonunning temasini yangilab butun Sharq Turkiston
ve bütün halklarını, yani Uygurlarını, Kazaklarını, Kırgızlarını, Özbeklarını, Tatarlarını ve hatta Mongollarını öz içine aldığan kanunga kötürüşünlerini talep kılımız. Bu etraflık usul Şarkı Türkistanlıklar düç kelevatkan köp taraflık hırslarını el kılışka intayin mühim. Şarkı Türkistan işlerine bir alahide maslaştırıcı teyinleş. Amerika Taşqi İşlar Ministerligi'de Şarkı Türkistan'daki insani krizisini ve Xitayning Amerika'daki Şarkı Türkistanlık şahslarga qaratgan keng ko'lamlik asosliq harakatini hal qilish va shu orqali bularga izchil diqqatni berilishga va haqiqiy harakatni davlat ichi va xalqaroda qo'llanishga kapolatlik qildigan tirishchanliklarini moslashtirishga mas'ul bir o'rinni barpo qilishinglarni talab qilamiz. Sharq Turkistonning adolat talab qilishini qo'llashinglarni talab qilamiz. Biz Amerika Davlat Majlisining Sharq Turkistonning adolat so'rash va javobgarlik surishtirish uchun xalqaro jinoiy ishlar sotiga, ya'ni ICC'ga sungan arzini yoki qo'llashni yoki Xitoyning izchil irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarini xalqaro adolat sotiga, ya'ni ICC'ga yetkazishinglarni talab qilamiz. Dünya jamoatchiligi cho'qim Xitoy davlati va Kommunist partiyasining o'tkazgan jinoyatlarini javobgar qilishda birlikcha ching turish kerak. Xitoyning Sharq Turkistonni yo'qotish g'araziga qarshi turish. Xuddi Tibetga qilingandek, biz Amerika Davlat Majlisi ve Amerika hükümetinden Xitoyning Sharq Turkistonning kimligini yo'qotishdek g'arziga qarshi turib, ana vatanimizning to'g'ri ismi bo'lgan Sharq Turkistonni qo'llanib, Xitoyning davlat propagandasining qo'llanadigan va mustamliklik besivelish va yo'qotishni bildiradigan atalmış Şinjan, ya'ni mustamlika yoki yangi zamin atalg'isini bekor qilishni talab qilamiz. Agar Amerika Davlat Majlisi va hukumati haqiqatan Xitoy davlat propaganda nomi bo'lmish atalmış Şinjanni ishlatmoqchi bo'lsa, biz uni tuvandagi shaklda ishlatishni so'raymiz. Sharq Turkiston tırnak ichida Beijing tarafidan atalmış Şinjan deb atalgan. Xulosa qilganda Avam Palata Raisi, Avam Palata Tashqi ishlar komiteti, Kengash Palata Tashqi munosabatlar komiteti va Xitoy Kommunist partiyasi bo'yicha tanlanma komitetini Amerika hukumati va xalqaro jamiyatga rahbarlik qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda uzundan beri elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatga qarshi turishga chaqiramiz. Milyonlagan begunoh hayotning taqdiri qil ustida turyotidu. Tarix bizni bu og'ir adolatsizlikka qandoq kollektiv inkas qaytarganligimizga bilan baholaydi. Bu jiddiy ishga ko'ngil bo'lganligingizga rahmat aytamiz. Biz sizni Sharq Turkistondagi ezilgan xalqlar uchun adolat, kishilik huquq va izzat hurmatni ilgari surishga aloqador zarur qo'shimcha uchurlar yoki yordamlar bilan ta'minlashga tayyormiz. Hurmat bilan imzo qo'yuvchilar Muhojiratdagi Sharq Turkiston va Uyg'ur tashkilotlarining vakili ve bu xat Avam Palata Raisi, Avam Palata Tashqi ishlar komiteti, Kengash Palata Tashqi munosabatlar komiteti ve Xitoy Kompartiyasi bo'yicha tanlanma komitetlarga yo'taladi. Aziz qarindoshlar, bu nihoyat muhim bir chaqiriq. Biz buni barliq Sharq Turkiston ve Uyg'urlar uchun xizmat qiladigan tashkilotlarningki raislarininki buni bu ochiq xatga imzo qo'yishinglarni chaqiriq qilamiz. Xalqimizni xalq bo'lish butunligi bilan buni balki ba'zilar ko'rib qolmasligi mumkin. Shuning uchun shu tashkilotlarningki, shu qurumlarningki raislarga, vakillarga bu videoni ve bu ochiq xatni evatishinglarni
bu jadvalni yatishinglarni talab qilamiz. Bu 21 asrda yashayapmiz, 2024-yilda yashayapmiz. Buningdan qandaqdir xabarimiz yo'qdi yoki andaqdi bilmay qoldik deydigan bir imkoniyat yo'q. Shuning uchun buni jiddiylik bilan, mas'uliyatchanlik bilan aziz qarindoshlarim, aziz millatim, xalq bo'lish putunlar bilan shu tashkilotlarga buni yetkazib qo'yishinglarni va shu tashkilotlarga besim qilishinglarni chaqiriq qilamiz. İnşallah aziz qarindoshlar, mush harakatimiz bilan inshaalloh mush yilning oxirigacha Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qildirishga turishimiz. Shuning uchun agar vatanim deydigan bo'lsanglar, agar bu irqiy qirg'inchilikni to'xtataman deydigan bo'lsanglar, agar shu Sharq Turkistondagi qirilayotgan qarindoshlarimizninki qutulish uchun haqiqatan bir harakat qilaman deydigan bo'lsanglar va Sharq Turkistonning tizdan mustaqillikka asli keltirishini orzu qiladigan bo'lsanglar, bu ochiq xatga ovoz qo'shishinglarni va barliq tashkilotlarga buni yetkazishinglarni talab qilamiz. Toplarda buni kunda tashviq qilishinglarni talab qilamiz. Biz bu ochiq xatni shu 2-oyning 19 kunigacha, ya'ni eng oxirgi kuni 2-oyning 19 kunigacha ichiq qo'yamiz. 2-oyning 20 kunida bu ochiq xatni rasmiy to'g'ri qo'yib, munosabatli joyga yo'tamiz va to'g'ri qo'yib qo'yamiz va imzo qilgan tashkilotlarmi va rahbarlari tuziladi. Shu palonchi imzo qildi, bugunchi imzo qildi. Imzo qilmaganlarni shu vaqtda bilib olamiz. Ammo bu hammamizningki dedi aziz qarindoshlar. Shuning uchun tarafbozlik tutmay bu yerda buni Sharq Turkiston hammamiz ig'zimizda bo'lsa-mu Sharq Turkiston uchun, Uyg'urlar uchun xizmat qilyapmiz deymiz ya. Mana bu yana bir oxirgi bir fursat. Shu ig'zimizdagini amaliyotga ijro qilish. Shuning uchun buni hammaga taqib qo'yishinglarni, kundalik buni tashviq qilishinglarni, to'plarga mayli Facebookda bo'lsin, WhatsAppda bo'lsin, Signalda bo'lsin yoki YouTube yoki boshqa yerda bo'lsin, buni keng doir taqishinglarni talab qilamiz. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik qarindosh tashkilotlarninki va yoki Uyg'ur tashkilotlarninki buningga imzo qilishini jiddiylik bilan talab qilamiz. Rahmat. Xayr, Allohga emanet. Mashina ishlab chiqaruvchilar majburiy emgak chetishliq deb ayblangan. Al Jazeera xabar kanalining 2 fevral kunidagi xabariga qaraganda, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining yangi dokladida ko'rsatilishicha, Toyota Motor, Ammebab avtomobil shirkati, Tesla va Volkswagen qatorliq mashina ishlab chiqaruvchilar mashinasida ishlatilgan ochqishliq metal sababidan Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini majburiy emgakka selishga munosabatlik deb ayblangan. Elektronlik mashina ishlab chiqarishda intayin muhim bo'lgan alyumin mashina ramkasi, motor to'pi va batareya yaproqchisiga ishlatiladigan bo'lib, Xitoy metal ishlab chiqarishning 15%dan ko'pragida Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini majburiy emgakka solgan. Mashina ishlab chiqaruvchilar ta'minlash zanjirini xaridlash uchun texnik ko'p ishlarni qilishi yoki Xitoydagi sheriklariga besim qilishi zarur bo'lib, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining doklatiga qaraganda, Ammebab avtomobil shirkati yillik dokladida Xitoyning ta'minlash zanjirini izqo'g'lashning qiyinligini tilga olgan. Tesla ta'minlash zanjirida majburiy emgakka oid hech qanday paket topolmaganligini aytgan, ammo texnik ko'p tafsilotlarni ta'minlamagan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining so'ziga qaraganda, Xitoy dunyodagi eng chong mashina ishlab chiqaruvchidan boshqa yana mashina sotishdagi eng chong bozorga ega ekan. 2022 yili 23 million 500 ming mashina sotilgan bo'lib, Amerikada 13 million 600 ming mashina sotilgan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi Mamtun Ala apandi buningga ijtimoiy axborot supsi X'da inkas qaytirib, bu ahvol dunyodagi asosliq shirkatlarning inson hayoti, erkinligi va izzat hurmatiga daxli ta'ruz qilish badaliga foyda olish uchun Uyg'ur qirg'inchiligiga sherik ekanligini yana bir qatim isbotladi. Ular uchun hatto axloqiy vijdonni o'z ichiga olgan hamma narsa manfaat uchun xizmat qiladi.
Uyg'urlar Xitoy Kompartiyasining qotillerini o'z ichiga olgan bu dunyoviy foyda izlaguvchilarning qurbonidir. Mening hayron qoladiganim Elon Musk dunyo miqyosida fikr erkinligini qo'g'dug'uchi deb ta'riflangan bir muhofizatchi. U burnining uchidagi Tesla tarafidan elib berilgan bu daxli tarzga qarta sukut qildi. Buni ikki yuzlamachi deyish ozlik qiladi. O'zining manfaatining sirtidagi har qanday narsaning qo'g'dug'uchisi deyish ortiq ketadi. U hech bo'lmaganda dunyodagi boshqa har qanday narsani qo'g'dashdan burun o'zining axloqiy, vijdoniy va inovatini qo'g'day olish kerak dedi. Germaniyaning ximiyalik va yemaklik mahsulotlari shirkati BASFga atalmish Şinjandan chekinish taklifi berilgan. Reuters agentligining 8 fevral kunidagi xabariga qaraganda, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan 30 dan ortiq parlament a'zolari Germaniyaning dunyoga danglik ximiyalik va yemaklik mahsulotlari shirkati BASFga Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik sababidan Sharq Turkistondan ayrilish to'g'risida maktub avatgan. Siyosiyonlar BASFning raisi Martin Broder Mollerga yozgan xatida BASFning atalmish Şinjan Markor ximiyalik sanoati bilan hamkorlik o'rnatganlik uchun Uyg'urlarga qartilgan vahshiylikka bevosita qatnashganligi va kishini hayron qoldiradigan faktlarning borligini, korxona mas'uliyati inson haqlariga tegishli ahamiyat berishi kerakligini, inson haqlarining qo'g'duvchisi bo'lish sifati bilan atalmish Şinjandan chekinishni talab qilgan. BASFning Xitoydagi hamrohi atalmish Şinjan Markor ximiyalik sanoatining Uyg'urlarning uylariga qilgan ziyoratiga Xitoy katiboshlarining hamroh bo'lganligi germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenis tomonidan o'tirg'a qo'yilgan. Uyg'ur oilalarining shirkat amaldorlariga o'zlarining turmushi va siyosiy ko'z qarashi haqida uchur berishi talab qilinganligi, shundaqla siyosiy ta'lim-tarbiyaga duchor bo'lganligi xabar qilingan. Har qandaq bir qullar uchun aytganda, eng qo'rqinchli ish qullar qo'zg'aligi. Shunga har bir qul yoshirin to'polangchi. Ammo manqurt bo'lsa mutlaq mustasno. Uningda to'plan ko'tarish, isyon ko'tarish degan hukm zodila mavjud bo'lmaydi. Uningdan paxas bo'lish, uni maxsus ko'zatishmi hojatsiz deb yozadi Uyg'oq adib Jingiz Aytmatov. Amaliyotda Aytmatov har bir zamondoshi o'qib tushuna oladigan tilda anglitishga tirishgan mazkur bayonida mustamlikachi bilan uning qo'liga tushgan xalq o'rtasidagi munosabatni tushuntirishga tirishadi. Bu yerda qullardan maqsad mustamlikachi, quldan maqsad mustamlikaga uchirg'uchi xalq ko'zda tutilgan bo'lib, mustamlikachi uchun mustamlikasi ostidagi har bir shaxs manqurtlashtirish obyekti. Dushman tutilish uchun uning isyon ko'tarishi yoki ko'tarmasligi orasida osiy qul yoki itoatkor qul bo'lishi orasida Mümin fuqaro bo'lish yoki bo'lgunchi unsur bo'lishi orasida mustamlikachi uchun farq yo'q. Uning mustamlikasi ostida bo'lishining o'zila dushman tutilishga, tahdid deb bilinishga yetarli. Tahdidni bartaraf qilishning yo'li bo'lsa, mutlaq itoatkorlikdan xotirjam bo'lish. Buning yo'li bo'lsa, faqat va faqat dushmanni manqurtlashtirish. Uningdagi insonlik xususiyatlarini vujudidan sug'urib tashlashdir. Borhan Muhammadning Asoratda inson va insonlik buhroni nomli maqolasidan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.